Xo'p, mana bu tumbamiz ham bitdi mana. Burchaklarni tirnoqcha ochib berganmiz. Tepasini qaranglar. Cho'tka kesilgan dumaloq qilib. Bunga bir ida ishlatdik. Yarmini bu yoqdan qilib o'rtasidan stik tushirganmiz mana. O'rtasidan stik tushirgan. Zato kirishga butun tushgan. Qanaqa chiqqan mana, hech qayerda stik yo'q. Hammasiga uzun siyli tosh ishlatilgan. Bunisi ham shunaqa. Stik faqat o'rtadan tushgan.